Bugun O'zbekistonda farmatsevtika sanoati izchil rivojlanmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan farmon va qarorlar, innovatsion texnoparklar va ilmiy klasterlarni tashkil etish ishlari sohani yangi bosqichga olib chiqmoqda. 2025-yil 28-30 oktyabr kunlari Germaniyaning Frankfurt shahrida jahon farmatsevtika sanoatidagi eng yirik va nufuzli tadbirlardan biri CPHI Frankfurt 2025 xalqaro ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Unda ilk bor O'zbekiston ham o'z milliy stendi bilan ishtirok etdi. Ko'rgazma farmatsevtika sohasining asosiy xalqaro maydoniga aylandi. Unda dunyo bo'ylab ishlab chiqaruvchilar, ilmiy markazlar, ta'minotchilar va investorlar, innovatsiyalar va hamkorlik loyihalari atrofida birlashdi. Tadbirda dori vositalari ishlab chiqarish, ingrediyentlar, biotexnologiyalar va laboratoriya yechimlariga oid eng so'nggi yangiliklar namoyish etildi. Bu yilgi ko'rgazmada 70 dan ziyod davlatdan 2500 dan ortiq kompaniya va brendlar qatnashdi. Pavilyonlar orasida ilk bor O'zbekiston ham o'z milliy stendi bilan ishtirok etdi. Made in Uzbekistan shiori ostidagi milliy stend farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tashabbusi bilan tashkil etildi. 200 dan ortiq xalqaro hamkorlar bilan muzokaralar olib borildi. O'zbekistonni farmatsevtikani barqaror rivojlantirishni xohlasak, albatta biz nafaqat mahalliy bozorga urg'u berishimiz kerak, shu bilan birgalikda Markaziy Osiyo bozori, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi bozori va global bozorga butun kuchni qaratishimizga to'g'ri keladi. Ushbu ko'rgazmalardan biz ko'proq foydalanishimiz kerak. Bu bizning ilk qatnashishimiz bo'lsa, lekin bundan keyin boshqa xalqaro ko'rgazmalarda ham ishtirok etishimiz kerak va O'zbekistonni farmatsevtika xalqaro global bozorida tanitishimiz kerak bo'ladi. Ko'rgazma davomida farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi delegatsiyasi jahonning yetakchi kompaniyalari bilan uchrashuvlar va muzokaralar o'tkazdi. Bu muloqotlar orqali yangi investitsiya loyihalari, ilmiy hamkorlik tashabbuslari hamda eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan kelishuvlar muhokama qilindi. Biz joriy yil ilk bor CPHI Frankfurt 2025 ko'rgazmasi doirasida O'zbekiston milliy pavilyonining ishtirokini qutlab, bundan juda mamnunmiz. O'zbekiston juda ta'sirli stend bilan qatnashmoqda. U yerda mamlakat farmatsevtika sohasini namoyish etayotgan qator kompaniyalar faoliyat ko'rsatmoqda. Ishonchim komilki, ushbu tadbir O'zbekistonning bilim va tajriba eksporti salohiyatini oshirishga katta hissa qo'shadi. Shuningdek, mamlakatning innovatsion yondashuvlari va ishlab chiqarish imkoniyatlarini namoyish etish uchun muhim xalqaro maydon vazifasini bajaradi. Biz kelgusida CPHI ko'rgazmalarida O'zbekistondan yanada ko'proq kompaniyalarning faol ishtirok etishini kutib qolamiz. Ushbu loyiha mamlakatimizda sohani rivojlantirishga davlat darajasida qaratilgan e'tibor va yaratilgan imkoniyatlarning amaliy ifodasi deyish mumkin. O'zbekistonning ko'rgazma doirasida milliy stend bilan ishtirok etishi farmatsevtika sohasini jahon hamjamiyatiga integratsiya qilish, mahalliy mahsulotlarni global bozorda targ'ib etish va xalqaro hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish yo'lidagi muhim qadam bo'ldi.